Salonda bir mosli tigach sotuvda qolmadi do'stlar. Oxiri 879 milliondan sotildi. Bir dona ham hozir sotuvda mavjud emas. Bu Samarqand mashinasi O'zbekistonga birinchi bo'lib kirib kelgan bir mosli FAV tigach 22-yil ishlab chiqarilgan. 23-yil fevral oyida O'zbekistonga kirib keladi. 23-yil mart oyida men shaxsan egalariga o'zim kalitini topshirganman. Egalarni 25 yildan beri taniyman. O'zlari uchun olingan, o'zlari uchun ishlatilgan. 190 ming kilometr shu paytgacha bosib o'tgan. Yoniga 4 ta 150 talik gaz ballon dabavka qilingan. Qayta jihozir ruxsatnomasi yo'q. Olgan odam o'zi qildirib oladi. Ballonlar holati tigachniki ham, pritsepniki ham 90%, komplekt sotiladi. Narxi 73 ming. Pritsep yili 2008, ключ yashiklari bor. Xo'p, bu paletnisi emas, ключ yashik qilingan. Pritsepda lenta aka bor. Tentovkani holati yaxshi, orqa burchagida ozroq ishi bor deyaptilar, lekin yomg'ir-pomg'ir hech narsa kirmaydi. 190 minggacha qilingan ish faqat smaska qilingan, moy filtr shu narsalar qilingan, boshqa hech qanaqa ish qilinmagan. Avariya, udar-pudar bo'lmagan, mayda-chuyda mana unaqa turtilgan, qirilgan joylari bor. Bu joylari xolasangiz qildirib beriladi, yangi detal qo'yiladi. Xolasalaringiz mana shu qilinadigan ishni narxi mashinaning narxidan o'tib beriladi. Ya'ni pulidan o'tib beriladi. Ishga tayyor, tir litsenziyasi yo'q faqat, lekin международный litsenziya bor, sertifikatlar bor. Tiri bor biron firmaga a'zo bo'lib, bemalol Rossiyaga ishga chiqsalaringiz bo'ladi. 2 marta Qozog'istonga chiqib kelgan mashina, boshqa hech qayerga chiqmagan, chunki shofir yo'q. Shofir bo'lganda ishlatardim, Rossiyaga chiqarardim deyaptilar egalari. Xullas shunaqa gap, nomeri videoning tagida qoldiraman, bemalol murojaat qilaverasizlar.